40 bab. Parvardigor Ayubqa yana mundaq dedi. Ey takalashquchi, hammaga qodir men Xudoying bilan yana takalashmoqchimisan? Xudo bilan javoblashquchi, endi javob bergina. Ayub Parvardigorga javob berib mundaq dedi. Men arzimas bir odam. Sana qandaqmı javob beralayman? Men faqat qo'lim bilan og'zimni itverishim kerak. Ko'p gap qildim. Endi boshqa gapim yo'q. Shu chaqda Parvardigor quyunning ichida turib, Ayubqa mundaq dedi. Erkakka o'xshash belingni ching bog'lab tur. Men savol so'rayman, sen javob bersan. Sen mening adolatimni og'dirib tashlab, o'zingni adil deb meni ayblamoqchimu? Senda men Xudoyingnikidek bilak bormi? Sening ovozing mening guldirmomga o'xshaydigan ovozimdek anglanamdi. Shon sharaf va salobatingni ko'rsatib, hurmat va haybatingni kiyib boqqina. Küçlük g'azabingni qo'zg'ab, yog'dirib boqqina. Hakavurlarni tepib, ularning takabburligini yo'qitib boqqina. Hakavurlarni tepib, ularni bo'ysundirib, kamtar qilgin. Razillarni o'z yerida datsab chayligin. Ularni birlikda yerga ko'mib, go'rning og'zini etibat. Shunda qilsanglar, o'ng qo'lingning o'zingni qutqizalaydiganligiga ishinaman. Bihumutqa qara. Unimi, senimi men yaratgan. U qalg'u o'xshash cho'pyaydi. Uning belining madariga qara. Qo'rsoq muskullarining kuchini ko'r. Quyruqi kedir darxidek qattiq. Putining paylari ching. Ustixonlari tuch nordek. 4 puti tömür kötektek turdu. Men yaratgan canavarlar içinde u hemmedin büyüki bulup, fakat men yaratquchi Xudala uni qilichim bilan yengalayman. Tağ tizmeleri uning ozuqliq makonidir. U yerda nurg'ulg'an yavoyi hayvonlar o'ynar. U çatqallarning ostida yotidi. Sazlıqdaki qo'mishlar arasıga yoshurundu. Çatqallar uningga soyi bersa, eriq bo'ylaridagi so'gatlar uni qorshab turdi. Daryo suyi shiddatlik oqsimu, u o'diqib ketmaydi. Iordan daryosi teshib qirg'oqlarigacha ko'tarilsimu, u ansirab ketmaydi. U sagak vaqtida uni kim tutalaydı? Yoki uning burniga kim halqa o'tkazalaydi?